Chonju shahrida Telex vizamiz bor. Bu vizamiz ham juda ham yaxshi narxda. $2380 atrofida. Bu universitetda shu Chonjuda juda ham ko'p o'zbekistonliklar bor, 7-9 akalar ham borda ishlayotgan. Shular ayollar ham kelishlari mumkin. Va bundan tashqari bitirganiga 2-3 yildan oshmagan yoshlar ham kelishi mumkin. Va o'sha 2.460.000 won 6 oyga to'lanadi. Va yotoqxona viza chiqqandan keyin to'lanar ekan. 980.000 won viza chiqqandan keyin to'lanadi. Ya'ni bu degani bittada katta pul to'lamaysizda. Birinchi vizani 2.460.000 won bilan chiqarib olib, ya'ni $1.700 atrofida to'lov qilib, vizangiz chiqqandan keyin universitetga yotoqxonani ham to'lab, yotoqxonaga kiraverasizlar. Mana shu universitetga hozir yozgi semestrga qabul qilyapti. Biz где-то aprelda 1.20largacha qabul qilamiz. Shuning uchun Uz International kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari $6.5 ming bank shoti ham tan oladi. Tezroq kelinglar, tezroq qo'yinglar. Albatta. Rahmat.